Mana shu yerdagi turgan fura pritseplarning ko'pligini ko'ryapsizlarmi akalar? Hammasi sotuvdagi fura pritseplar bo'ladi. Namangan viloyati Chus shahriga yetib kelganman, o'zi ko'pchilik yaxshi biladi. Eng ko'p sotuvdagi furalar menimcha aynan Chus shahrida bo'ladi. Sizlarga hozir sotuvdagi mana shu Welton pritsepni ko'rsataman akalar. 2017-yilda ishlab chiqarilgan holatlari a'lo darajada. Moslari safmos, utka, lentakasi bor balonlarning holati ikkitasi 100% yangi, qolgani 60% atrofida tashkil etadi. Ichlarini ham videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 25560 dollar deb egalar aytayaptilar. Yana kelishiladigan joylari bor. Agar pritsepga qiziqqan bo'lsangiz, egalarining telefon raqamini videoni past qismiga yozib qoldirgan bo'laman. O'zlariga aloqaga chiqib, savdolashib, yaxshi narxlarga yana olishingiz mumkin. Videoga like bosib, mana shunaqa pritsep qidiruvga fura ishlanishlarga jo'natib qo'yisham esdan chiqmasin. Sotuvdagi yana boshqa fura pritseplarni bizda Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Link Instagramda bor. Bosadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda Telegramdagi kanalimizga o'tib ketasiz. Kuniga 5 tadan 10 tagacha furalar arzon narxda sotilib ketyapti. Hammaga rahmat.